Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. iDo'konning kassa dasturidan qanday foydalanish kerakligini ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda kassaga kiramiz va login va parolimizni teramiz. Login va parolimizni terganimizdan keyin kirish tugmasini bosamiz va bu yerda kassani tanlang. Ya'ni bilsangiz, Korzinkaning do'konida bir nechta kassasi bo'ladi, bir vaqtda o'zida ishlaydigan. Sizda ham xuddi shunaqa bir vaqtda o'zida ishlaydigan bir nechta kassangiz bo'ladi. Va misol uchun birinchi kassada ishlamoqchimiz. Birinchi kassani bossak, biz uchun smenamiz ochiladi. Smenamiz ochilganda bizni hozirgi hisobotimiz 00 bu hisoblanadi. Mana bu joydan hisobotimizni tekshirsak bo'ladi. Ustiga borsak X hisobot deb ko'rsatyapti. Buni ustiga bossak bizning hisobotimiz mana bu joyda turadi. Bu yerda kassada smena mobaynida qancha savdo bo'ldi, qancha qarzga berildi, qarz qaytarildi, kartada necha pul bo'ldi, naqd necha pul bo'ldi va oxirida kassada qoldiq degan joyini ko'rsatadi. Hozir savdo qilib ko'ramiz va buni yana tekshiramiz. Bu joyda zoom degan funksiyasi bor. Kassani katta va kichkina qilish funksiyasi. Har kim o'ziga qulaylab kassani zoomini o'ziga moslashtirib qo'yib oladi. Hozircha bizga shu ma'qul va endi sotishni boshlasak. Sotishni boshlashimiz uchun shtrix kod bo'yicha qidirish degan joyimiz bor. Va bu joyga mahsulotimizni shtrix kodini skaner qilamiz. Mahsulotimiz shtrix kodini skaner qilsak, mana bu yerda 636 ming so'm pul bo'ldi. Deylik, mana bu tovardan bittamiz 2 ta olmoqchi. Ustiga bitta bosib, plus tugmasini bossak, miqdori 2 taga ko'payadi. Minus tugmasini bossak, miqdori kamayadi. Bu bo'ldi. Misol uchun mana shu tovarning narxini biroz o'zgartirmoqchimiz. 432 ming emas, 430 ming qilmoqchimiz. 435 ming qilmoqchimiz. Tushirib ko'tarish bizning qo'limizda va yulduzchani bossak, narxi 435 ming so'mga aylandi. Va bu 435 ming faqat bitta joyi bor, narxini o'zgartirishimizda kelgan narxidan arzon qilib bera olmaymiz xolos. Shuncha tovar bo'ldi deylik, men bundan 5 ta olmoqchi bir vaqtda o'zida 5 ta plyusni bosish o'rniga 5 plyusni bossak, miqdori 5 taga aylanadi. Nechta olmoqchi bo'lsa, o'shancha bosib turib plyus tugmasini bosamiz. Deylik, bizda yana kilolik tovarlar bor, kartoshka deylik. Deylik, mana kilogramlik orzu karamel deylik. Kilogramlik topdik va buni olayotgan summasini yozishimiz mumkin yoki olayotgan grammini yozishimiz mumkin. Agar misol uchun bundan 500 gram bermoqchi bo'lsak, 0.500 yozib, plus tugmasini bosadigan bo'lsak, bunda miqdori 500 ga aylanadi. Bu hozir kilogramlik tovar bo'lsagina shunaqa bo'ladi. Mabodo bundan summalik, misol uchun 38 ming kilosi 50 minglik tortib beradigan bo'lsa, 50 minglik tortib turib, bo'luv tugmasini bosadigan bo'lsak, miqdori 50 ming aylanadi. Bu joyda hozir miqdori 1 ko'rsatyapti va buni nastroykasidan to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. 1.23 da mana bu gramminigacha ko'rsatishini eng oxiriga surib qo'yamiz. Va ko'ryapmiz 1 kiloyu 316 ming. Bo'luv narxi bo'yicha, misol uchun 38 ming tovardan necha pullik olyapti. Ko'paytiruv grammi bo'yicha, plus grammi bo'yicha. Misol uchun bundan 2 kiloyu 546 gram olayotgan bo'lsa, o'shani yozamizda va plus tugmasini bosamiz. Ko'ryapsizki, miqdori o'zgaradi. Endi shuncha summa bo'ldi. Deylik, bundan biz chegirma ham qilib berishimiz mumkin. Chegirma qilib berishimiz uchun bu joyga shtrix kod bo'yicha joyiga yozamiz. Demak, foizda, misol uchun
siz shuncha tovar oldingiz va sizga 5% chegirma qilib beramiz. 5 ni bosib F5 knopkasini bossak, chegirmasi 5% 43.187 so'm chegirma qilib berdi. Balkim biz so'mda chegirma berishimiz mumkin. Uning uchun birinchi chegirmani bekor qilamiz. Mana bu knopkani bosish orqali. Endi so'mdagi chegirma miqdorini yana yozamiz shtrix kod bo'yicha qidirish joyiga. Deylik biz 60.748 so'm chegirma qilib bermoqchimiz. Buni F5 knopkasi orqali bo'ladi. O'saydigan bo'lsak, o'sha summadagi tovarni chegirma qilib berdi bizga. Toza 800 ming so'm qoldi. Endi individual tovarlar uchun chegirma ko'rayotgan bo'lsangiz, har bir tovarga bo'lib boryapti o'zi. Endi biz alohida tovarni o'ziga chegirma bermoqchimiz. Deylik, mana bu 432 minglik tovar, buni o'ziga chegirma bermoqchimiz. Deylik, buni 32 ming so'm chegirma bermoqchimiz buni o'ziga. Va F7 tugmasini bosamiz. Buning o'zidan ko'rdingiz, chegirma qilib berdi. 400 ming so'm qilib berdi 432 minglik tovarni. Bo'ldi, bizda shuncha summalik tovar bo'lyapti va to'lov tugmasini bosish orqali bizdan naqd bo'lsa, naqdda, terminal bo'lsa, Uzcard terminallarda bu kartani tanlaymiz. Agar Humo terminal bo'lsa, Humo joyini tanlasak, bizga Humo terminalini ko'rsatadi. Mobodo ClickPass yoki Clickning QR kodlari orqali to'lamoqchi bo'lishsa, bu joydan o'shani tanlab qo'yamiz. PayMe QR kodi, Uzum QR kodi orqali to'lashlari bu yerda bo'ladi. Mobodo biz qarzga savdo qilmoqchi bo'lsak, qarz bo'limiga o'tamiz va tanlang degandan biz mijozlarimizni tanlaymiz. Deylik, Abdulaziz IDda 10 ming so'm qarzi bor ekan, Komiljon IDda 1 million so'm qarzi bor ekan. Deylik, bu yana olmoqchi ustiga qo'shib Abdulaziz ID tanladik. Mijoz ismiga Abdulaziz ID bo'ldi. Mobodo bu joyda tanlang degan joyimizga kirsak, mijozimiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, biz ko'rmoqchi bo'lgan, sotmoqchi bo'lgan mijozimiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, qo'shish tugmasini bosamiz bu yerda. Mijozning ismini va telefon raqamini kiritib qo'yamiz. Kerak bo'lsa, manzilini ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. O'zimiz eslab qolishimiz uchun kerak bo'ladi. Mijoz qo'shish shunaqa bo'ladi va mijozni tanladik. 828 ming bo'ldi. Deylik, bizga naqddan qanchadir miqdorini o'tkazib ketayotgan bo'lishi mumkin. 228.748 so'mini berib ketayotgan bo'lishi mumkin. 600 ming so'm qarzga deyapti. Va bunga qaytarish kunini ham belgilab qo'ysak bo'ladi. Chekda ko'rsatadi. Deylik, 1-iyun kuni qaytarsin. Eslatma ham yozib qo'yishimiz mumkin mana shu chek uchun va qabul qilmoq tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga bu insonga tovarimiz sotildi. Va buni biz cheklar bo'limi bu ustiga borsak, mana cheklar deb ko'rsatdi va cheklar bo'limidan biz bunga sotilgan cheklarimizni ko'rsak bo'ladi bugungi kunda. Abdulaziz ID mijoz muvaffaqiyatli bu yerda qizil bo'lsa summasida bu qarzga sotilgan hisoblanadi. Mana shu tovarlarimiz. Unga qachon Abdulaziz IDga sotilgan hisoblanadi. Bundan biz kerak bo'lsa yana printerdan chop etishimiz mumkin va Excelga olishimiz ham mumkin hisoblanadi. Va bazrat qilishimiz ham, qaytarishimiz ham mumkin. Bu tovarlarni olib kelib qaytarsa, qaytish tugmasini bosib, deylik, qaysidir tovarda mana bu 5 tadan nechtasinidir qaytarmoqchi, bittasini qaytarmoqchi. Bittasini qaytarmoqchi bo'lsa 29 ming, ikkitasini qaytarmoqchi bo'lsa 58 ming qaytaradi. Va qaytarish tugmasini bosib, OK tugmasini bossak, muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu o'z ostatkasi bilan qaytdi va 58 ming so'm miqdorda unga berib yuborildi hisoblanadi. Cheklar bo'limida biz izlash orqali, misol uchun nimadir mahsulotning nomini yoki klient izlash orqali topishimiz mumkin. Yoki mana shu summada mana shu summagacha bo'lgan tovarlarni sotilgan summadagi
cheklarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu vaqtda, mana shu vaqtgacha bo'lgan tovarlarni ham ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'limimizda bizga u inson qarzga sotdik va qarzini qaytarib keldi. Qarzini qaytarib kelganda mana bu tugma orqali bizga qarzlarni ko'rishimiz mumkin. Bu joyda qarzdorlar bilan hisob-kitobda ustiga bordim, bosdim. Va mana bizda kimning necha bo'ldir qarzi bor ekan. Deylik, mana Komiljon aydi 1 million so'm qarzi bor ekan va bizga qaysidir qismini berib ketyapti. 500 ming so'm qarzini qaytaryapti va qabul qilmoq tugmasini bossam 500 ming so'm ayrildi va qarz miqdori 500 ming qoldi. Deylik, Abdulaziz. Bu ham 400 ming so'm qarzini qaytarib berib ketyapti. Qabul qilmoq tugmasini bossam, buni ham qarzi kamayadi. Qarzdorlar bilan hisob-kitob mana shu tartibda boradi. Deylik, bizda yana admin tomonidan, ya'ni programmada tovar ob'ekt yoki mahsulot qo'shilsa, mahsulotning narxi o'zgartirilsa, biz mana bu tugma orqali sinxronizatsiya qilamiz, ya'ni o'zimizga tortib olamiz ma'lumotlarni. Bu tugma orqali o'zimizga tortib, bitta kassamizni sinxron qilib olsak, u ma'lumotlar bizni kassamizga kelib tushadi. Mana bu menyu admin tomonidan o'zgarishlarda interfeysga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni yangilash. Admin tomonidan qaysidir interfeysga jihatdan o'zgarish kiritilsa, bu tugmani bossak, o'ziga tortib oladi. Bu tugma chegirmani bekor qildi. Bu tugmamiz printerga komanda berishni o'chirib yoqadi. Qora holatda tursa printerga komanda berishni boshlaydi. Qizil holatda tursa printerga komanda bermaydi, printerdan chiqarmaydi. Mana bu tugmamiz test tanlovdagi mahsulotlarni bu yerga qo'shib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni non, buxanka, ya'ni shtrix kodi yo'q. Uni skaner qilish imkoniyati yo'q, lekin tezroq sotishimiz kerak. Pastki qismidan izlab sotsak bo'ladi. Non desak, non tovarlarimiz chiqib keladi. Ustiga 2 marta bosib turib sotishimiz mumkin, lekin undan ham tezroq bo'lish uchun mana bu joyga tayyor kiritib qo'ysak bo'ladi. Bu test tanlovga kiritishimiz uchun chap tomondagi menyuning 4-chi ustiga borsak, test tanlov menyusi yordam beradi. Ustiga bosamiz va bizga mahsulotlarimizni ichidan topamiz. Non. Nonni bosib enter knopkasini bossak, o'zi chiqib keladi mana. Non. Ustiga 2 marta bossak, o'ng tarafga qo'shildi. Deylik, bizga yana boshqa tovar ham bo'lishi mumkin. Non buxanka mana. Non buxanka, 5 qayrag'och non, yopgan non. Har xil o'zingizda nonlaringiz bo'lsa, bu yoqqa qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun zdachi nimalar uchun qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Zdachiga beradigan tovarlaringiz bo'lsa. Va bu yerga kerakli tovarlarni qo'shib olib, saqlash tugmasini bosamiz. Va sotuv bo'limiga o'tsak, mana bu knopkani bossak, bizga o'sha tovarlar chiqib keldi mana. Deylik, non olyapti. 2 marta bosdik, bu yoqda paydo bo'ldi. Bundan ko'proq olmoqchi, 5 ta olmoqchi, 5 plyusni bossak, soni 5 taga o'zgardi. Ya'ni sotib olamiz. Mana bu knopka orqali biz mahsulotlarimizni rasm yoki kattaroq holatda ko'rishimiz mumkin. Rasm qo'yadigan bo'lsak, bu joyda rasmi bilan chiqib turadi. Bu knopkamiz orqali klaviaturamiz va funksionalli tugmalarimizni topishimiz mumkin bo'ladi. Va bu agentdan ma'lumot jo'natilsa, bu knopkaga tushadi. Va qaysi agent qanaqa ma'lumot kelyapti, buni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bizda ishlarimizni qilib bo'lganimizdan so'ng smenani yopish funksiyasini bosamiz va OK tugmasini bossak, bizning smenamiz ochildi va отчетimiz 0 ga aylandi.